Bu kebab balkim sizlar hozirgi yegan kebablardagi eng oddiy ham eng yeyishlik bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar, uyinglarda zir talqini bilan qizilmish talqini bo'lsa-mumkin tayyorlayalaysizlar. Ham sizlar bugun o'ylanglar. Izga vaqtinglar topolmay qolmaslik uchun yurak ham yulduz belgilarini besib saqlab olib ko'ringlar. Aldi bilan qo'y go'shtini mushundek cho'ngroq qilib to'g'rab olamiz. Arqadan qozonga azroq may qo'yib mayni tushirib olamiz. Mayni bek ko'p qo'yayotmanglar do'stlar, qo'rish jarayonida go'shtning may chiqib texmi ko'payib ketadi. Go'shtni bir qo'rayotgandan keyin cho'ngroq bir qo'shiq tuz qo'yib davomli qo'raymiz. Go'sht qo'rilib sirtidagi qizillik bir qo'ra yo'qolgandan keyin tuvoqni yepib 10 minut atrofida dumlaymiz. Do'stlar, ko'rib mushakapsizlar qo'llash yuzdan inkas rayonigacha qaxsiz gul ranglarni yo'llab qo'yishni unutmanglar. Bir dumlagandan keyin go'shtning suvlari asosan tugab maylalam qoldi. Shu vaqtda ikki qo'shiqdan zir talqin bilan qizilmish talqini qo'yib tez aralashtiramiz. Zir talqin bilan qizilmish talqini sep bo'lgandan keyin tez suratda aralashtiringlar do'stlar. Astroq bo'lib qolsa kuyib ketib kebabning ta'mini buzib qo'ydi. Arqadan azroq suv quyib bir qaynatamiz. Oxirida ustiga nonlarni tizimiz ham tuvoqni yepib to'van o'tda 30 minut dumlaymiz. 30 minutdan keyin nonlar mo'rda shunday yaxshi yumshab tayyor bo'ldi. Go'sht shunchalik shirinlik pishidi. Nonlarni yeyishga aplik qilib kichikroq to'g'rab taxsiga tizgandan keyin ustiga kebabni azroq bo'ldi. Do'stlar, ko'rganlaridek xurishlar bek oddiy ham bek yeyishga kebab bo'ldi. Cho'qim sinab yeganlar har kun shunday yangilik mazmunlarni yo'llab turmay, bas yordamchi meni qo'shib bilishni unutmanglar.